Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tarmog'i kuzatuvchilari. Mana navbatdagi darvozamizni Sirdaryo viloyati Yangiyer tumaniga olib kelib, ustanovka qildik. Bir qator ko'rib, bahosini beraverasizlar. Xudo xolasa darvozamiz yangilik fasonda yaratilgan. Xo'p, bunaqa fasondagi darvozalar hozir juda kamdan kam. Xo'p, listi ham yangi chiqdi. Ko'rib turibsizlar, joylarga nervekalar tushadi, o'ziga xos, o'ziga mos bo'lib, chiroyli holatda qilinadi. Darvozamiz xudo xolasa skromniy variantda chiqqan, unaqa bachkan emas. Xo'p, darvozamizning materiallariga keladigan bo'lsak, 1.7 stena 6x4 profil ishlatganmiz. 1.3 stena list, ichiga stiklovata bilan qoplangan, orqa tomoniga ham 1.3 listni abshibga qilib, orqa tomonini tekis holatga keltirilgan. Darvozamizga orqa tomoniga ham 1.3 listni abshibga qilib beramiz. Ular o'rni stiklovata solingan. Xudo xolasa darvozamiz egalariga juda ham ma'qul keldi. Bu darvozadan juda kam yasalgan. Xudo xolasa bir 3-chimi yasalishi bu fasondagi darvoza. Endi biz bilganlarimiz bo'yicha, o'zimiz yasaganimiz bo'yicha. Chunki bu yil yangi chiqdi bu list. Ancha-muncha joyda yo'q, bitta joyda sotiladi. Kimga shunaqa darvoza va bundan boshqa barcha fasondagi darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dostavka uslubiga chiroyli qilib, yoqadigan qilib darvoza